ideal narxda Malibu'ni so'ra. Ushbu Malibu'miz 2018-yilda ishlab chiqarilgan. 157 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Malibu'mizga qilingan ishlardan umr va tonirovka ruxsatnomasi bor. Bolalarimiz to'rtta yumshoq, yangi bolalarimiz bor, bir hafta ham bo'lganiga qo'yilganiga. Kraskasiga keladigan bo'lsa, kraskasi mana eshigida ozgina petnosi bor. Переход полностью laksipi переход qilingan. Gaz balon propan установка qilingan. Premier Malibu stop o'rnatilgan. 2.4 atmosferli Malibu'mizga sonsa-защитник tortib qo'yilgan. Mars hadovoy qildirilgan. Motor va korobka yog'larini alishtirib qo'yilgan. Minish uchun tayyor. Ushbu mashinamiz narxi $17.800. Kimga bu mashinamiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, aksiyada telefon nomerimizni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Avtotayimdan uzoqlashmang, avtotayim siz uchun harakatda.